Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. 2026-yilning 1-yarim-yilligida murojaatlar bilan ishlash holati. Bugungi kunda aholi bilan ochiq va samimiy muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash hamda ularga samarali yechim topish davlat boshqaruv organlari oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biridir. Ushbu tamoyil asosida Tuproq tuman hokimligi tomonidan 2026-yil o'tgan 6 oy davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. O'tgan davr davomida Tuproq tuman hokimligiga jami 397 ta murojaatlar kelib tushgan. Mazkur murojaatlar aholining ijtimoiy-iqtisodiy masalalar, kommunal xizmatlar, infratuzilma va boshqa dolzarb mavzulardagi ehtiyojlarni o'zida aks ettiradi. Murojaatlarning kelib tushganlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, quyidagi manzara kuzatiladi. Virtual qabulxonalar orqali 106 ta, bevosita murojaatlar 291 dan tashkil etadi. Bevosita murojaatlar o'z navbatida quyidagi yo'nalishlarga ajratish mumkin. Og'zaki murojaatlar 114 ta, yozma murojaatlar 13 ta, veb saytlar orqali 55 ta va elektron pochta orqali 109 ta murojaatlar kelib tushgan. Fuqarolar murojaat yuborishda ham an'anaviy, ham zamonaviy vositalardan faol foydalanmoqda. 2026-yilning 6 oy davomida tuman hokimi tomonidan 113 ta fuqaro qabul qilingan bo'lib, bevosita idorada qabul qilinganlar 16 nafarni, sayyor qabullarda qabul qilinganlar 71 nafarni, xalq qabulxonalarida qabul qilingan fuqarolar 27 nafarni tashkil etadi. Kelib tushgan jami murojaatlarning 74% ijobiy hal etilgan bo'lsa, 23% ga huquqiy tushuntirishlar berilgan. 3% murojaatlar bugungi kunda jarayonda turibdi. Tuproq tuman hokimligi aholi murojaatlarining barcha zamonaviy va an'anaviy shakllaridan unumli foydalanmoqda. Biroq bu raqamlar nafaqat statistik ma'lumot, balki har bir murojaat ortida inson qadrini va yechimini kutayotgan muammo yotganini anglatadi. Hurmatli hamkasblar va ommaviy axborot vositalari vakillari, hokimligimiz doimo ochiq muloqotga tayyor. Bizning asosiy maqsadimiz fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda ularning davlat idoralaridan rozi bo'lib ketishiga erishishdir. E'tiboringiz uchun rahmat.